Assalomu alaykum do'stlar. Yana men Sayfish Buxara kanalidan sizlarga bugun bitta ajoyib insonni baliq xonasini obzor qilmoqchiman. Menga juda ham qiziq bo'ldi, chunki men bu odamni bilmas ekanman. Buxoroda kichik joy, bilasizlar, kim baliq bilan shug'ullanadi, qiziqaman. Hozir obzor qilaman baliqlarni, akvariumlarni, bemalol tomosha qilinglar. Marhamat. Do'stlar, mana birinchi stilajimiz kub shaklida qilingan, adashmasam 60 ga 60 akvarium. Xishniklar, afrikanskiy tsixliklar. Ranglari juda ham ajoyib. Akamiz o'zlarini kimliklarini oshkor qilishni xohlamadilar, shunchaki obzor qilib o'ting deb aytdilar. Shunisiga ham rahmat, chaqirganlari uchun, taklif qilganlari uchun. Obzor qilamiz, juda ham sixliklari chiroyli. Kimga sixliklar qiziq bo'lsa, bemalol men profilda bu kishining nomerlarini qoldiraman. Telefon qilishlaringiz mumkin. Sotuvda ham bor sixliklar. Do'stlar, mana bu ikinchi polkamiz, ikinchi stilajimiz. Bu akvarium, ikkita akvarium ham kub shaklida qilingan. 60 ga 60 bo'lishi kerak, o'lchamadim to'g'risi. Lekin juda ham ajoyib, ip bilan yasalgan. Bilinib turibdi, shu baliq bilan shug'ullanadigan akamiz mehrini berganlar. Bu yerda afrikanskiy sixliklar, yana yellow. Men bilishimcha endi mana buncha sixliklar mutaxassis emasman. Bu baliqchilar nomini kim biladi? Kommentariyda yozib qo'yasizlar. Bular bolalari. Kimga qiziq bo'lsa, akani nomerlarini qo'yaman. Telefon qilasizlar. Sotuvda ham bor deb aytdilar. Va ikkinchi akvarium, yuqoridagi akvarium, уже bu meni yaxshi ko'rgan yo'nalishim. Jivorotkalar juda ham ajoyib. Rasteniyalar ham bor. Juda ham zo'r rasteniyalar, ajoyib. Hech qanaqa kislorod ko'rmayapman. Mana bu yerda setkada akamiz radinlik qilganlar. Michinoslarni baho beringlar. Michinoslari zo'r, hammasi moddalari zarajini turibdi, tayyor, tug'ilishiga tayyor. Oddiy michinos emas, berlinskiy parusli michinos va yana vilchti oq snejinka valiferalar ham turibdi. Plus yana guppilarni ham ko'rib o'tiraman, guppi koya adashmasam. Mana va mana raddomdan, to есть radinlikdan tashqarida bular michinos emas, adashmasam bular Pitsilia balon bo'lishi kerak. Mana maloklari razmeri adashmasam 1,5 cm. Juda ham go'zal, juda ham chiroyli. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerini qoldiraman. Telefon qilib bemalol o'zlariga chiqishlaringiz mumkin. Yoqqan bo'lsa, like обязательно, kanalimizni podдержка qilinglar. Mana umumiy obzor, ikkita akvarium, ikkita stilaj, 4 akvarium. Juda ham go'zal, juda ham did bilan qilingan. Menga yoqdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamanglar. Mana do'stlar, bu ikkinchi xonamiz ekan. Baliq akvariumda bu yerda sixliklarni akamiz ushlar ekanlar, ko'paytirar ekanlar. Juda ham menga yoqdi. Bu yerdan
Sexliklarning malyoklari akamiz aytishlaricha bugun ulgurmadilar almashtirishga, tozalash vaqti keldi. Ulgurmay qoldim dedilar, ishlar ko'payib qolgan. Lekin asosiy ishlar bu emas. Lekin shunga qaramay juda ham ishlariga mehrlari bor. Mehr bilan qarayaptilar. Mana bu уже ikkinchi ikkita akvarium juda ham malyoklar bilan zid joylashgan. Juda ham malyoklar ko'p. Soni nechta taxminan bilmadim. 400 ta bor bu. Mana akamiz asosan afrikansklar bilan shug'ullan ekanlar. Mana ko'rib turibsizlar. Balıklar свежий, tetik holatda hammasi. Akamiz juda ovqat beribdilar, juda ham o'rnidan ovqatni ko'rgan tanishmasa. Ranglari juda ham yorqin. Bu yerda bizda gupilar bor ekan. Bu do'stlar kim bilsa agar biladi, Dambo gupilar. Juda ham noyob, juda ham chiroyli gupilar. Akamizdan narxini so'raganimiz yo'q. Sotishga tayyor emas hali, malyoklar lekin bor. Mana bu yerda adashmasam Gupi Texas bo'lishi kerak. Gupilar bo'yicha bizda mutaxassis kim edilar? Shuhrat aka bir o'zingiz kommentariyaga chiroyli qilib obzor qilasiz gupilarni. Mana bu yerda ham radioda bor gupilar. Mana bu yerda ham bular adashmasam texniklarning malyoklari. Shunday kichkina joyga shuncha xo'jalikni tiqishtirib, shu yerdan yana baliqni ko'paytirish imkoniyatiga ega ekanlar. Akamiz qo'yib qo'yish kerak. Faqatgina respekt. Juda ham zo'r. Qo'yib qo'yish kerak. Haqiqatan inson akvariumistga uchun qanchalik darajada mehr qo'yganini bilsa bo'ladi. Maksimum har bitta santimetr kvadratdan foydalanishga harakat qilgan. Shuning uchun akvariumlar zid joylashgan. Menga yoqdi. Sizlargachi kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar.